Yaqında İsrail kanalı 9 torida e'lon qilingan Uyg'urning taqdiri Rossiya olimlari Xitoy Xalq Cumhuriyatida ta'qiblangan kasbdishini himoya qildi nomli maqolada aytilishicha, Rossiyadagi bir qator mashhur olimlar Xitoy raisi Xi Jinpingning nomiga ochiq xat yozib, o'z kasbdishi, ya'ni tibbiy universitetining sobiq mudiri, tibbiy fanlarning doktori, professor Xalmurod G'o'porni qamoqdan bo'shatishni so'ragan. Mazkur maqolada Uyg'ur elida Xitoyning bosqinchilik siyosatiga qarshi son-sanoqsiz qo'zg'olon ko'tarib kelgan 10 milliondan oshiq Uyg'urning hozir Xitoy doiralari tarafidan bir butun millat xalq sifatida yo'qotilishga duch kelayotganligini aytgan. Rus tibbiy olimlarining ochiq xati tövandagi mazmunda yozilgan. Biz Rossiya olimlari, kasbdishimiz va do'stimiz Xinjiang tibbiy universitetining sobiq mudiri, tibbiy fanlarning doktori, professor Xalmurod G'o'porning taqdiridan cho'nqur tashvishlanamiz. Onun bilan aloqa 2017-yilning dekabr oyidan buyon uzildi. Bizning professor Xalmurod G'o'por bilan ko'plagan yillar birga yurgizgan birlashma ilmiy, tibbiy tadqiqotlarimiz to'xtab qoldi. Pan jurnalining xabaridan biz professor Xalmurod G'o'porning siyosiy ayblar bilan tutqun qilinganligini bildik. Professor Xalmurod G'o'por ismi dunyoga tanilgan atoqli doktor va olimdir. Professor Xalmurod G'o'por 30 yildan oshiq vaqt Rossiyaning ijtimoiy, ilmiy, tibbiy va bilim aloqalari bilan bog'langan. U Pavlov nomidagi 1-Sankt-Peterburg tibbiy universitetida tibbiy fanlar doktori dissertatsiyasini tayyorladi va yoqiladi. Ilmiy va o'qituvchilik ishi bilan shug'ullandi. Rossiya Fanlar Akademiyasidan 8 nafar akademik imzo qo'ygan maktubda Xalmurod G'o'porning qo'yib berilishi talab qilindi. Fransiya prezidenti Macron Xitoyning Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga qilayotgan sistemalik zulmidan andisha qilayotganligini bildirdi. Macron Elisi sarayida Xitoy davlat ishlari komissari va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Elisi sarayi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, Macron uchrashishda Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan zulm va Hong Kongdagi kishilik huquq tafsandachiligidan andisha qilayotganligini o'tirg'a qo'ygan. Fransiya bundan ilgari Beijing hukumatini Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandachiligi to'g'risida ogohlantirgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Tibetdagi bo'lgunchilikka qarshi kurash qilish to'g'risida ogohlantirdi. Xi Jinping mundaq dedi: Shizangda muqimlikni saqlash, millatlar ittifoqini qo'g'dash va ommaga bo'lgunchilikka qarshi turish ideyasini singdirish uchun yanglimas qo'rg'on barpo qilish kerak. Birlikka kelgan, gullangan, madaniyatlik, inoq, go'zal, yangi, zamonaviy va sotsialistik Shizang barpo qilishga va'da bergan Xi Jinping, Xitoy Kompartiyasining bu rayondagi rolini kuchaytirib, millatlarni texmi yaxshi birlashtirish kerakligini ta'kidladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xi Jinping har bir yoshdan qalbiga Xitoy sevgisining urug'ini cho'nqur terish uchun Shizangdagi maktablardagi siyosiy va ideya tarbiyasini kuchaytirish kerak degan. Onundan boshqa, u yana Tibet buddizmning cho'qim sotsializm va Xitoyning qoidalariga moslashishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Halbuki surgundagi Tibet diniy rahbari Dalay Lama boshchiligidagi o'qituvchilar Beijingning qilmishining madaniyat qirg'inchiligi ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Taro Kono, Amerika davlat mudofaa ministri Marco Esper bilan ikki davlatning Janubiy dengiz va Sharqiy Xitoy dengizining tek taraflik o'zgarishiga o'rtaq qarshi turishga qo'shilganligini aytdi. Kono Amerika mudofaa ministri Esper bilan ko'rishgandan keyin Guam orolida muxbirlarning savoliga javob berib mundaq dedi: Biz xalqaro jamiyatning Janubiy dengizdagi vaziyatning Sharqiy Xitoy dengiziga o'xshash tek taraflik o'zgarishiga qat'iy inkos qaytarganligiga qo'shildik. Kono yana Esperning Amerika bilan Yaponiya o'rtasidagi bexatarlik kelishimining Senkaku oroli deb atalgan Sharqiy Xitoy dengizidagi orollarni o'z ichiga oladiganligini dalillaganligini ta'kidladi. Amerika uzundan buyon Xitoyning Janubiy dengizidagi harbiy faoliyatlariga javoban bu rayonga doim urush paroxti avatib keldi. Bruney, Malayziya, Filippin, Tayvan va Vyetnam Xitoyning rayondagi energiya boyligidan foydalanish huquqini tortib olganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning Sanshi o'lkasida 2 qavatli restoranning o'rilib ketishi natijasida kam deganda 17 odam o'ldi.
Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, poytaxt Beijingning g'arbiy janubidan 630 kilometr yiroqlikdagi Shangfeng shahrida yuz bergan voqeada 40 necha kishi xarobilik orasidan qutqizilgan bo'lib, ulardan 17 nafari o'lgan. İzlash xizmatlari davomlashayotgan bo'lib, binoning nima sababdan o'rilib tushganligi aniq emas. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu restoran burun mehmonxona o'rnida ishlatilgan ekan.